Damas mashinamizga qilgan ishlarimizni ham bitta-bitta tanishtirib o'tamiz. Akamiz Surxondaryo viloyatidan, Jarqo'rg'on tumanidan ekanlar. Bizani anchadan beri kuzatar ekanlar. Aloqaga chiqdilar. Damas mashinalariga salon qilib berdik. Bitta-bitta qilgan ishlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu Damas mashinamizga qilgan salonimiz faqat seri rangda bo'ldi. Hali bu birinchisi. Oldin hali seri salon qilmagandek ko'pchilik qora aytadi. Ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar. Apshifkalarimiz rulini hamda 4 ta senamizga chihol qilib berdik. Patologiya ham bo'ldi, faqat torpedasi shumka bo'ldi. Qolgan ishlari bo'lgan ekan. Ko'rib o'zlaringiz bitta xolisona baho berasizlar. Qanday chiqdi mehnatimiz? Materialni sifatiga keladigan bo'lsak, juda ham kojalariga ham, materiallarga ham garantiya bor. Hammasi sifatli materiallardan ishlov berildi. Oxirgi paytlarda lekin Damas chakalar bilan hazillashib bo'lmayapti. Nima bo'lsam, shu Damas chakalarimiz uchun. Xizmatlar bo'lsa, bemalol o'zingizga aloqa chiqaraverasiz. Agar Damas chakalar bo'lsa, mana shu videoni tashlab qo'yamiz. Mendan uchun bitta like bosish esdan chiqmasin.